2025-yil 22-oktyabr Rossiya Tatariston qishloqlarida ketyapmiz. Mana masjid. Rossiyada ham masjid bor, do'stlar. 2 kundan beri yomg'ir yog'yapti, tinim yo'q. Mana bu tasir ketyapmiz. Quyosh ko'rmadik. Limonakadan tushib mana bu tor yo'llar bor, avyaz yo'llar. Bugulma, Almetevsk orqali sekin mana kichkina yo'llar bilan Orenburgga chiqib qolamiz. Bu yo'lda tog'lar kamda. Qishga mana buda ekib qo'ygan, kecha kun ko'rsatgan budalarni o'rib, o'rniga yana buda ekib qo'ydi. Mana ko'rma bo'lib ertaga bular qortayda qoladi. Ketgan mana gektar buday. Mana shu yomg'irlarda bo'lib qoladi. Suv qo'ymaydi. Mana bu yerlarni haydab qo'yib, qora yer mana. Cho'rnazondaga. Pista bor edi, pistalarni yig'ishtirib, o'sha haydab qo'ydi. Mana qadrli yo'llar. Bir tepaga chiqasan, bir pastga tushasan, ikki polosali yo'l. Hozir mana Do'mlikka chiqsak, keng yo'l ko'rinadi. Tepalikda. Uzoqlarda o'rmonlar. Mana buday. Rossiya oziq-ovqat bo'yicha butun dunyoda baxyapti hozir buday bilan. Tepalikka chiqamiz mana.